Assalomu alaykum. Mana Samarqanddagi shu Bektosh suv filtrlarini oluvdik. Bir emas, ikkita olganmiz biz. Hamkasbim ham olganlar. Ular ham o'rnatib montaj qildilar. Mana biz ham montaj qildik. Juda chiroyli, kompaktni joylashar ekan. Joylab ishlatdik. Mana kirish chiqishlarni ko'rsatyapti suvi. Ya'ni suvimiz 228 kelyapti, birga tushirib beryapti. O'rnatdik, mana tekshirishimiz ham mumkin. Mana sariq tomondan, ya'ni shu 4 bosqichdan o'tgan suvi olib tekshirsak. Ya'ni mana ko'rib turganingizdek 2 ga tushirib beryapti. Ya'ni suvimiz o'zi hozir krandagi suvimiz o'zi kelyapti. Mana ko'rib turganingizdek 190 shuni 2 ga tushirib beryapti. Ya'ni 4 bosqichdan o'tgani va 7-bosqichdan o'tgandan oladigan bo'lsak, buni ko'rib turganingizdek 19 ga olib chiqibdi. Katta rahmat aytib qolamiz. Bektosh ishlariga omad. Yanada rivojlanib, mana shunaqa narsalarni olib kelib xalqqa foydalar tegaversin.